o'lmagan, o'ldirilmagan, shunchaki yo'q bo'lib ketayotgan odamlar haqida bilasizmi? Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. Bugun 1 yilda 80 mingdan oshiq yapon insonlari shunchaki yer yutib ketgandek, shunchaki chang to'zondek yo'q bo'lib ketayotganligi haqida gaplashamiz. Ketdik. Tasavvur qiling, Yaponiyada bir ayol ertalab uyg'ondi. Eshik ochiq. Ertalab ishga ketish kerak bo'lgan eri yo'q yoki farzandi yo'q. Telefon o'chiq. Ishxonasiga borsa kelmagan. Do'stlari hech narsa bilmaydi. Qidirishni boshlaydi. Bir kun, bir hafta, bir oy, bir yil. Lekin odam go'yo yer yutgandek izsiz g'oyib bo'lgan. Yaponiyada bu holatni johatsu deyshadi. Johatsu degani jamiyatdan, oiladan va o'tmishdan qochib o'zini butunlay yo'q qilib yuborgan odam degani. U jinoyatchi emas, uni o'g'irlab ketishmagan. U shunchaki o'z xohishi bilan g'oyib bo'lgan. Yapon tilidagi johatsu so'zini so'zma-so'z tarjima qilsak, bug'lanib ketish degan ma'noni bildiradi. Xuddi suvning bug' bo'lib ko'rinmay qolganidek. Bu odamlar yangi shaharlarga ko'chib ketishadi. Hattoki ism sharifini ham o'zgartirib, yangi ism bilan yashashga harakat qilishadi. Imkon boricha kameralardan uzoq yurishadi va vampirlardek faqatgina tunda harakat qilishadi. Hattoki unday insonlarga yo'q bo'lib ketish uchun yordam beradigan maxsus kompaniyalar ham bor. U kompaniyadagilar johatsu qilmoqchi bo'lganlarni ijtimoiy tarmoqlari, bank kartalari, pasportlari, hujjatlari hammasini yo'q qilishadi va hujjat qog'ozsiz ishlaydigan ish uylarini topib beradi. Yapon sotsiologlari bu hodisaning kelib chiqish sabablari kuchli stress, qarzdorlik, oilaviy muammolar, ishdagi bosim, ruhiy tushkunlik va mas'uliyatdan qochish deb hisoblashadi. Oila a'zolari politsiyaga murojaat qilsa, politsiya ko'p hollarda agar jinoyat alomati bo'lmasa, bu insonning shaxsiy tanlovi va huquqi deb javob beradi. Tasavvur qiling, ona farzandini qidiryapti, xotin erini qidiryapti, farzand otasini qidiryapti, lekin hech kim yordam bera olmaydi. Bir yapon ona intervyuda yig'lab, "Bolam o'lsa murdasini ko'rishga ruxsat berisharmi-shu, lekin tirik paytida topishga yordam berishmas ekan" degan edi. Dahshat gap-a? Yaponiyada har yili 80 mingdan oshiq odamlar johatsu hayotini tanlash aytilmoqda. Bu nafaqat iqtisodiy yoki ijtimoiy muammo. Bu oila instituti, yolg'izlik va insoniy hayotdagi ma'noni yo'qotishi bilan bog'liq ulkan muammo hisoblanadi. Shuning uchun ham ba'zi mutaxassislar johatsuni ko'rinmas epidemiya deb atashadi. Odam tirik, ammo u endi hech kim uchun mavjud emas. Shunaqa gaplar aslzoda ko'rarmanlar. Xulosa o'rnida rivojlanish yo'lida ketar ekanmiz, qadriyatlarimizga yengil-yelpi qaramasligimiz lozim-u lobud. Salomat bo'ling.